kechirish bu kuchlik kiradimi yo o'zini aldashga kiradimi? Kechirish kuchlilikka kiradi. 100%, 1000% kechirish kimnidir kechirish kuchlilikka kiradi. Chunki siz o'sha insonni, Xudo bandalarini kechirganda, o'sha insonni kechirganingizda siz ancha ustun va keng, balandroq inson hisoblanasiz. Chunki siz o'shani ham og'rig'ini tushunasiz, sizga bergan zarbasini o'z-o'zidan kelmaganligini, ya'ni bu Alloh tomonidan o'sha banda orqali sizga nimanidir tushuntirish evaziga undan qanaqadir xafagarchilik olgan bo'lasizda. O'z-o'zidan kelmaydi. Bu juda ham jasoratli insonlar kechira oladi. Agar inson kechira olmaydigan bo'lsa, bu insonning o'sha muammodan kichkina desak ham bo'ladi. Chunki o'sha bittagina kimnidir gapi o'sha insonni cho'ktirib qo'ydi-da. O'sha insonni bosib qo'ydi, og'ritib qo'ydi. Demak, bu insonga katta vazifa berib bo'lmaydi, katta ishlar berib bo'lmaydi. Hayotda kechirimli bo'lish, kechirib yashash bu har kimga ham berilmaydi. Uning uchun inson o'zining missiyasini o'zini his qilishi va o'zini bu dunyoda hayvonlardan o'laroq inson ekanligini his qilib yashash bu cheksiz bu ne'mat. Shuning uchun kechirimni hamma ham xohlaydi. Kechirishni, o'sha insonlar bilan munosabatni qaytadan tiklashni, lekin bu og'riqda qotib qolishadi. O'sha momentda kechirilgan vaziyatda qolib ketadi va o'zini qalbini o'zi yaralaydi va bu bilan inson kechirmaganida faqat o'ziga zarar qiladi. O'sha qarshisidagi inson просто u rol o'ynab bergan bo'ladi. Mana shu rolini qoyilmaqom o'ynab bergan bo'ladi va bu insonlar kechira olmagani uchun o'zining qalbida dog' paydo bo'ladi. Bu dog' uchun bu tana javob beradi, kasal bo'ladi. Insonning hayoti izdan chiqish darajasiga ham borishi mumkin. Kechirim shunaqa holat. Rahmat.